Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli baliq ishqibozlari. Bugungi video obzorimiz Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqovga video murojaat qilmoqchi edim. Assalomu alaykum, hurmatli viloyatimizning hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov. Sizda bugun Namanganning farzandi, Namanganning o'g'loni Mingbuloq tuman Jamashev shaharchasidan Ikromjon bezovta qilyapman. Hurmatli viloyatimiz hokimi, hurmatli Shavkatjon Abdurazzoqov, sizga shuni ma'lum qilamanki, 3-4 yildan beri uy sharoitida intensiv usulda ilon baliq boqib, mana shu respublikamizda 12 ta viloyati hamda qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlardan shu baliq ishqibozlarini to'plab, intensiv usulda uy sharoitida baliq boqib daromad ko'rish maqsadida shu sohani yo'lga qo'yganman. Ijtimoiy tarmoqlarda biznes klass deb YouTubedan kanal ochganman hamda Telegramdan ilon baliq deb shu xalqimizga manfaat tegsin deb, xalqimizga shu yordam tegsin deb, xalqqa o'rgatayin deb Telegramdan ham kanal ochib qo'yganman. Ilon baliq deb mana. Hozirgi kunda 5558 ta obunachi yig'ibmiz. Xudo xolasa yana ham ko'paysin, shu elimizga, yurtimizga hissamni qo'shganimdan ancha xursandman. Sizga bugungi video murojaatimdan asosiy maqsadim, bizda Mingbuloq tumani Jamashev shaharchasi bilasiz, baliqchilikka, dehqonchilikka ancha yo'naltirilgan. Shu qatori men ham shu baliqchilik tanlaganman, uy sharoitida baliq boqishni. Mana shu qorayib turganlar hammasi baliq, suv ostida mana shu ko'rib turganlaringdek ilon baliq. Shu baliqlarni naslchilik maqsadida, urug'chilik maqsadida, ko'paytirish maqsadida sizdan ozgina iltimos bor edi. Ozgina yerdan yordam qilsangiz. Shu ozgina yer kerak bo'lyapti, shu baliqlarni ko'paytirib, xalqimizning dasturxoniga to'kin sochin bo'lib, oziqa bo'lishiga hissamni qo'shmoqchi edim. Sizdan shu iltimos, endi uy sharoitida meni boqib katta qilgani to'g'risi gap. Kundan kunga talab kuchayyapti. Oldinlari obunachilar 100-200 ta bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunga kelib mana salkam 5000 ta obunachi, bu hazlakam obunachi emas. Shularning hammasiga urug'chilikni yetkazish maqsadida shu ozgina yer kerak bo'lyapti. Iloji bo'lsa uyimga yaqinroq joydan bo'ladigan bo'lsa, shu xonadonimda bola chaqam bilan, oilam bilan shu baliqni ko'paytirib, xalqqa yordam tegib, foydam tegib, xalqimiz dasturxoniga yetkazmoqchi edim. Sizdan iltimos, shu bitta iltimosim, Namanganda farzandi, shu O'zbekistonda farzandi sifatida sizdan bir